Assalomu alaykum barchaga. Bugun biz sizlar bilan cross-site request for'ga zaifligini ko'rib chiqamiz. Ya'ni men bu dars iloji boricha qisqagina nazariy tushuncha berib o'taman va asosan amaliyni bajaramiz. Faqat amaliy, ya'ni 3 ta amaliy mashq tayyorlaganman. O'zingizlar bemalol ko'rib, o'zingizlarga ko'chirib, o'zingizlar ham qilib ko'rsanglar bo'ladi. Ya'ni asosan bu yerda faqatgina VirtualBox bo'lsa bo'ldi va Ubuntu server bilan. Okey, bu haqida gaplashadigan bo'lsak, CSRF bu qanaqa zaiflik? Bu zaiflik, ya'ni web ilovalarda misol uchun foydalanuvchi nomidan qandaydir amallar bajarish desak ham bo'ladi. Misol uchun qaysidir saytni misol tariqasida olamiz. Aytaylik, uz miyamga birinchi kelgan. Kirish bosadigan bo'lsa, misol uchun login qilamiz va bu bilamiz, har bitta saytlarda login qilganimizdan keyin yoki create account o'sha asosan login qilganimizdan keyin bizga pasport beriladi. Pasport bu cookie. Ya'ni session cookie beriladi. Misol uchun storage kiradigan bo'lsa, bizda bu yerda qayerdadir session cookie turgan bo'ladi. Agar login qilgan bo'lsak, mabodo. Va keyingi safar kirganimizda bu qaytadan login qilishni so'ramaydi va aynan o'sha pasport orqali bizani kirgizib yuboradi. U session cookie o'sha brauzerni o'zida saqlanadi, ya'ni storage'da saqlanadi. Endi bu hujumchi nima qilishi mumkin? Zararli veb sayt yaratib, siz o'sha veb sayt kirganingizdan keyin cookiesni oladida va o'sha target saytga, misol uchun Uzum Market bu holatda so'rov yuboradi. Aynan o'sha cookielar bilan birgalikda. Oqibatda nima bo'ladi? O'sha cookie borligi uchun u login qilishni so'ramaydi va srazu kirgizib yuboradi. Misol uchun profilinglarni sahifasigami yoki boshqa hokazo boshqa joyga qandaydir endpointlarga so'rov yuborishga akses oladi. Misol uchun parolni o'zgartirish, emailni o'zgartirish va hokazo boshqa narsalarni o'zgartirish. Endi kelib buni sizlar bilan jichik gaplashamiz. Misol uchun mana foydalanuvchi login qiladi saytga. Brauzerda session cookie saqlanadi. Aytib o'tdik. Endi foydalanuvchi boshqa zararli sayt kiradi, ya'ni bu tomonda attacker tomonidan yaratilgan saytga kiradi. Zararli sayt o'sha target saytga request yuboradi, ya'ni bu yoqqa request yuboradi. Request yuborgan payt brauzerda saqlangan cookie avtomatik tarzda qo'shilib beradi, ya'ni qo'shib beradi. Tushuncha hosil bo'lyapti. Hozir amaliyda ko'radigan bo'lsak, bu yanada yaqqol tushunarli bo'ladi. Ya'ni server requestni haqiqiy user yubordi deb o'ylaydi. Va oqibatida nima bo'ladi? User nomidan, oddiy foydalanuvchi nomidan biz qandaydir amal bajarishimiz mumkin. Ya'ni qaysidir foydalanuvchini akkauntini qo'lga kiritishimiz ham mumkin. Bu yerda hozir misol keltirilgan amaliy misol, bu yerda hokazo va buni ko'rishimiz shart emas. Endi CSRF tasdiqlanish uchun bizda 3 ta narsa bo'lishi kerak. Ya'ni foydalanuvchi saytga login bo'lgan bo'lishi kerak. CSRF amalga oshirish uchun autentikatsiya cookie yoki session orqali ishlashi kerak. Ya'ni o'sha cookie yoki session token orqali authorization ishlash kerak. Va server CSRF protection ishlamasligi kerak. Ya'ni masalan CSRF token bo'lmasligi kerak, origin header, referrer header. Ya'ni attack CSRF tokenlarni ham agar bor bo'lsa, bypass qilib o'tish usullari bor. Misol uchun yaxshi filtrlamagan yoki da to'liq xavfsizlikni ta'minlamagan bo'lsa, CSRF token bor bo'lsa, uni bypass qilib o'tishni ham iloji bor. Biz bu bugungi misolda ikkita labda aynan shu narsani bypass qilib o'tishni ko'ramiz. Hop, endi kelinglar sirazi amalga o'tib ketamiz. Men bunda VirtualBox'ni ochaman. Cross-site request for'ga. Okay. Web va bizga mana u yonadi hozir. Biz bunga login qilishimiz kerak. Okay, CSRF va parolni kiritdim. Bizning holatda bizda bitta basic bor. Ko'rishimiz mumkin. Men cat apply degan bo'lsam, tepa pastga tushiraman. Mayli kelinglar, biz undan ko'ra eng yaxshisi SSH qilib ulana olamiz. Bo'ldi, tamom. CD basic, ya'ni bu yerda ko'rishimiz mumkin 3 ta lab bor. Ikkitasi CSRF token orqali, bittasi basic, ya'ni boshlang'ich CSRF attack. Misol uchun cat qilib apply ni o'qiymiz. Videoni to'xtatib, bemalol yozib olishinglar bo'ladi, ko'chirib olib. Yoki-da men Telegram kanaliga tashlab qo'yaman, albatta. Xo'p, bizda bu yerda nima bo'lyapti? Kelinglar tahlil qilib chiqamiz. Flaskdan, Flask kutubxonasidan Flask request session redirect render template nima desa bo'ladi? Kutubxonalar xullas import qilinyapti, ya'ni kutubxonadan
kichik kutubxonachalar desa bo'ladimi, bilmayman nima deyiladi, aniqrog'i kirishmaganman. Flask, ya'ni Flask bu to'liq o'sha kurd amallarni bajaradigan bir dastur yaratish uchun desa bo'ladimi, xullas web ilova yaratish uchun bir kutubxona xullas. Request, ya'ni so'rovlar yuborish uchun, misol uchun bu yerda hozirgi holatda request qayerda ishlatilgan? Xo'sh, request ish qilib bu yerda ishlatilgan endi qayerdadir. Balki ishlatilmagan. Ish qilib request bu request ekan. Xullas so'rov yuborish uchun desa ham bo'ladi. Buni bilmadim endi. Sessions, ya'ni bu session bu qandaydir nima desa bo'ladi. Mana misol uchun bu yerda hozirgi holat session user, ya'ni bu yerda session deganda mana qani. Misol uchun storage saqlangan bir yerda session bo'ladi. Aynan o'sha userda agar adminga teng bo'lgan bo'lsa, bizga redirect URL asosiy sahifaga redirect qilib yuboradi. Ya'ni sessionni oladi, aniqroq mana shu yerda session saqlanadi, local storage'da aynan o'sha yerda oladi. Misol uchun logout qilgan sessionni clear qiladi. Misol uchun session degani o'sha tushundinglar, bu session cookie bo'sh saqlanishi mumkin. Mana shu yerda hozir sizlar bilan amalga oshirganimizda ko'rib chiqamiz. Python 3 misol uchun mana apply degan bo'lsam, mana source berishim kerak. When we been activate Python 3 apply. Bizda ishga tushib turibdi. Okay, run qilamiz, kiramiz. Mana bu bor. Bizda ana storage kirgan bo'lsa, bizda mana shu narsa session. Bizda уже kirilgan, logout qilingan bo'lsa, bizda session clear, ya'ni sessionni tozalash degan joyi bor edi. To'g'rimi? Logoutda mana. Logout session clear, ya'ni tozalaydi va asosiy sahifaga redirect qiladi. Login qilgan bo'lsa, bizda уже session bor. Ana asosiy sahifa qani? Ya'ni session exist bor bo'lsa, okay mana. Chiqdi. Mashinasi welcome, u hokazo narsalar. Va bizga hozir sessionimiz bor. Hop. Endi nima qilsak bo'ladi? Bu yerda change email deb yerda nima qilinyapti? Agar user session yo'q bo'lsa, redirect qiladi. Agar bor bo'lsa, prosta post qilib o'zgartiradi. Keyin biz nima qilamiz? Men to'xtatib qo'ydim. Mayli, run qilamiz. Men bu yoqda Brup suite ochib olishim kerak. CD desktop, CD Brup Pro, Java jar Brup loader. Hop, bizda proxy yo'qolgan. Next qilamiz va bizga change email qilishimiz kerak va proxy jinnilik qilyapti deyapti bu. Xullas, men buni bu yoqda proxy yo'qaman. Bizga hozir holatda intercept yo'qishimiz kerak. Misol uchun aa keyin men interceptdan oldin misol uchun hello@gmail.com deb yozib qo'yaman. Change bosdim, email change deb xabar chiqdi. Asosiy sahifaga qaytaman. 5000 hello@gmail.com ga o'zgardi. Okay. Ya'ni change qilaman aa@gmail.com. Endi men bu safar intercept yo'q olaman. Change bosadigan bo'lsak, bizga hozirgi holatda nima bo'ldi? Cookie olindi. Ya'ni avtomatik tarzda storage'dan mana cookie olindi va bizga qo'yib berdi mana yoqda. Session teng mana shu yerdagi qiymatimiz. Hop, bizga bu yerda email post so'rov ketyapti. Biz buni repeaterga jo'natsak ham bo'ladi. Interceptni o'chirib qo'yib bizda email o'zgardi deyapti va hozirgi holatda aa@gmail.com. Hop, agar men bu yoqqa aa2 degan bo'lsam, send bosadigan bo'lsa, okay. O'zgardi. Sababi nima? Bizda hozirgi holatda session cookie mavjud. Chunki уже bu yerda bizda nima bo'lyapti? Biz session cookie ni olganmiz, lekin bu yerda sal tushunarsiz holat. Endi buni tushunarliroq qilish uchun bizda bu yoqqa csrf nima desa bo'ladi? Hujumchini sahifasini yaratishimiz kerak. Ya'ni nima bo'ladi? Biz zararli sayt yaratamiz va aynan foydalanuvchi o'sha yerga kirganda bu yerdan email manzilimizni o'zgartirib yuborishi kerak. Tushunarli? Misol uchun bu endi keyinchalik passwordlarda ham hisob ko'rsanglar bo'ladi, parol misol uchun yoki hokazo username bo'ladimi? Shunaqa. Hop, biz bu uchun Brup suitedan qilamiz yoki saytdan ham olsak bo'ladi. Hozirgi holatda men Brup suitedan ko'rsataman. Keyin saytdan birinchi. Biz mana shu so'rovni copy qilib olishimiz kerak. Ctrl A bosib, Ctrl C bosib copy qilib olamiz. Men bu yoqqa cs rf nima desa bo'ladi? POC payload generate. Kiramiz. Bu yerda emas. Mana ikkinchisida ekan. Qo'yamiz va payload generate qildi va bizga zararli saytni yaratib berdi.
Imенно mana shu webni olamizda. Men buni просто tak mana shu yoqqa qo'yaman. Hop. ls nano kela cd qilaman. cd desktop cd lesson cd csrf ram-rf bit xullas hamma narsani nano exploit.html biz qo'yamiz. Bizda URL bor va post so'rov bor va bo'ldi. Boshqa hech bo'la yo'q. Biz buni bu yoqqa misol uchun to'rtormi xullas bajaramiz. Qo'yganimizdan keyin endi nima bo'ladi? Xo'p, biz buni ochishimiz kerak. exploit.html bor. Qo'yamiz. Ochildi. Biz bu yoqqa nima yozgan edik? cat exploit.html AA to'rtorga o'zgarish kerak. Men buni submit bosaman. Risks qandaydir risklarga tayyormisan? Okay. Bu proxy problema bo'lgani uchun bu jinnilik bo'lyapti. Proxyni o'chirib qo'yaylik-chi. Bu HTTPS ga jo'natvordi bu. Tushunarli. Men buni qaytadan nano qilib export html qilgan bo'lsak, bizda bu http da ishlayapti, hech qanaqa http emas. Bo'ldi. Biz qaytadan ochamiz buni. Hop. Farqi yo'q. Bu turaversin. Biz submit bosamiz. Qanaqa SL? Balki qayta ochish kerak. Kelar xo'sh, bizda fayl qani. Dolphin ochamiz. Bizda hozirgi holatda A2 va submit bosaman. Email change'dagi xabar chiqdi. Refresh qilgan bo'lsak ko'rishimiz mumkin. gmail.com g'alati bo'lib qoldi. Ish qilib o'zgardi, ko'rdinglar. Bizga hozirgi holatda men prosta ket qilib o'qiydigan bo'lsam, biz hech qanaqa cookie yo'q. Tushundinglar-a? Cookie'ni nima qilyapti? Mana bu brauzerni o'zidan olyapti mana. Brauzer o'zimizda saqlangan session cookie. Aynan shu yerdan olib, avtomatik tarzda qo'yadi, bo'ldi, jo'natadi. Tushundingmi? Endi yana tushunarliroq bo'lish uchun men Brute Suite bilan ko'rsataman. Endi Brute Suite da o'sha POC kod generate qilish uchun men prosta tak ishonch o'ng tarafini bosib engagement tools generate csrf POC degan bo'lsak va bizda tayyor ham bor. Bu ham ishlaydi. Nargis ham ishlaydi. Hop, o'zgardi. Endi sizga yaqqol tushunarli bo'lish uchun nima qilaman? Hop, biz kiradigan bo'lsak, target proxy yo'qolgan. Men submit bosaman. Proxy yo'qolmagan. Qaytadan. Men prosta submit bosib ko'raman. Bizga mana bu token qaraylik, token paydo bo'ldi, to'g'rimi? Submit bosishimizdan oldin token ham qo'yilibdi, so'rov, ya'ni serverga ketishdan oldin. Shu token orqali bizani foydalanuvchi taniyapti. Endi nima qilaman? Prosta interceptni o'chiraman va changed bo'ldi. Endi men storage kirib, prosta bu yerdan emas, mana shu yerdan storage cookie'larni prosta clear qilib hammasini o'chiraman. Endi nima bo'ladi? Proxy'ni yoqamiz, submit bosadigan bo'lsam, ko'rishimiz mumkin cookie yo'qoldi. Ya'ni foydalanuvchi nomidan endi hech qanaqa amallar bajarmaymiz. Internet o'chiradigan bo'lsam, prosta redirect qilyapti, lekin o'zgarmayapti. O'zgarmaydi ham. Tushundik? CSRF qanday ishlashini, ya'ni hujumchi holatda biz mana shu payload yaratdik. Все, tamom. Endi keyingi labga o'tadigan bo'lsak, u yerda sal qiziqarliroq bo'ladi degan umiddaman. CSRF post check bypass. Endi keyin birinchi kodni tahlil qilib ko'ramiz. O'sha holat xullas import qilinyapti, hokazo. Ya'ni secret uchun bir qandaydir zaif, qandaydir weak, bu yerda zaiflik bor ekan. Endi bunga qaramaymiz. Xullas, bu yerda qiziq bo'lgan narsa change email degan joyimiz. Bizda ikkita metod bor ekan, get va post qabul qilar ekan, to'g'rimi? Agar user session ichida yo'q bo'lsa, masalan, session bu yerda hozirgi holatda mana bu sessionni bilamiz, cookie saqlangan, mana bu session. User yo'q bo'lsa, loginga redirect qiladi, ya'ni login qiladi. Ya'ni endi postni tekshiradi va token qaraylar. Token teng request form get CSRF, ya'ni CSRF tokenni yaratyapti bu yerda. Ya'ni CSRF token qo'yapti, aniqrog'i yaratmayapti. Prosta get qo'yapti. Yaratilgan joy bu yerda sessionni mana random generate qilingan secrets orqali. Xullas,
olyapti va bu tekshiryapti. Agar token session ichida tokenga teng bo'lmasa, invalid token deb qaytar deyapti. Ya'ni masalan brauzerimizdagi token aynan shu biza jo'natgan tokenga teng bo'lsa, teng bo'lmasa bizaga invalid qaytar deyapti CSRF tokenni. Va все, bo'ldi, boshqa tekshiruv yo'q. Qolganlari agar bo'lmasa, srazu anu xullas get qil, o'zgartir degan narsa bo'lyapti. Va bu yerda nima? Email teng, argisi email va hokazo. Bu yerda ham email change. Agar email bor bo'lsa, email o'zgartir degan xabar chiqar deyapti. Xo'p, ko'rishimiz mumkin, bu yerda zaif joyi aynan mana bu joylar. Ya'ni request argisi get emailni olyapti so'rovdan. Mash email agar bor bo'lsa, prosta o'zgartiraveradi, lekin get so'rovda. Agar post so'rovga teng bo'lgan bo'lsa, mana shu amal bajariladi. Get so'rov bo'lsa, mana tepa va mana pas. Endi biz buni qanday bypass qilib o'tamiz? Keyin biz refresh qilgan bo'lsak, bizda nechinchi qayta ishlamayapti ekan. Python 3 appy. Okay, ishlayapti. Biz tekshirgan bo'lsak, bizda mana bu admin accounti bor. Xo'p, bizda burp suite bor. Change email qilgan bo'lsam, internal server error. Nimaga? Doimgidek muammo chiqaradi. CSRF. To'xtanglar-chi, hozir ko'ramiz qayerda xato. Men tushundim. Kelar, yana qayta run qilamiz. Biza prostak, mana cookie'ni prostak tozalashimiz kerak, tamom. Ichidan CSRF tokenini topolmayapti. Prosta refresh qilamiz, login bo'ladi. Okay, login qilamiz, change email qilgan bo'lsa, mana уже bo'ldi, ishlayapti. Sababi eski qolib ketganligi sabab, bizda u yerda eski sessionimizda CSRF yo'qligi sababli ishlamagan. Xo'p, biza misol uchun @gmail.com o'zgartirdik, email changed post degan xabar chiqdi. Refresh qilgan bo'lsa, o'zgardi. Okay. Endi biz nima qilamiz? Burp suite bilan to'xtatamiz. Intercept yoqamiz. Intercept yoqmaymiz, keyin yoqamiz. Bizda mana proxy ni yoqamiz, keyin intercept. @gmail.com deyman. Change bosam, repeaterga jo'natamiz va bu proxyni o'chirib qo'yamiz. Ko'rishimiz mumkin, bizda CSRF token bor va email o'zgartirish uchun bir balo. Mana bu narsani qoldiramiz. Send bosadigan bo'lsam, email changed. 222 email o'zgardi. Okay. Misol uchun yana nimadirlar qo'shamiz va o'zgardi yana. Xo'sh, endi CSRF tokenni biz qanday bilmaymiz hozirgi holatda. Men misol uchun bu orqali POC yaratadigan bo'lsam, bizda bu yerda sirasi CSRF chiqarib beradi, lekin hozirgi holatda CSRF ni bilmagan holatda qilishimiz kerak. Misol uchun shu holatda. Endi biz nima qilamiz? Misol uchun CSRF ni prosta olib tashlab ko'ramiz. Nimadir deb qo'yamiz. Nimadir? 1 2 3 4 5. Send bosadigan bo'lsam, bizda CSRF token zaif, ya'ni zaif demayapman. Xato. Bunaqa CSRF token mavjud emas. Ya'ni sen jo'natgan CSRF token bilan va sessiondagi token bir-biriga mos kelmayapti degandek chiqaryapti. Hop, endi nima bo'ladi? Biz agar buni qilgan bo'lsak, o'zgaradi. Biz nima qilishimiz mumkin? Aytib o'tdik boshida. Bu faqatgina get bo'lganda ham o'zi ishlayapti bu yerda. Bu yerda ham tepasidagi ishlaydi va post bo'lganda bu yerda tekshiruv bo'ladi. Bizda hozirgi holatda post request ketyapti va tekshiruv bo'lganligi sababli bizdan to'syapti. Lekin biz o'ng tarafni bosib change request method getga o'zgartiradigan bo'lsak, mabodo send bosaman, email o'zgardi CSRF token. Lekin men 1 2 3 4 5 qilgan bo'lsam, send bosaman va o'zgardi degan xabar chiqdi. Keyin men nima qilaman? hacker@gmail.com degan bo'lsak, send bosaman, email o'zgaradi. Hop, email o'zgaradi va biz saytga kiradigan bo'lsak, hacker@gmail.com. Ko'rishingiz mumkin, biz metod, ya'ni request method o'zgartirish bilan bir CSRF tokenni tekshiruvini aylanib o'tdik desak ham bo'ladi. Bu bir aylanib o'tish usuli edi. Yana bitta misol ko'rsam, shu bilan darsni yakunlaymiz.
Xo'p, biza keyingisi csrf token not exist bypass. Bu qanday ishlardi? O'zim ham esimda yo'q. Cat apply. Birinchi tahlil qilamiz. Asosiy qiladigan narsamiz mana bu yerda my account change email. Xo'p, bizada bu yerda csrf token bilan emailni olyapti. Agar csrf token bor bo'lsa, agar cookie'ni ichida tekst bor bo'lsa, keyin tekshiryapti. Agar qaranglar, demak borligini tekshiryapti. Okay. Biz bu yerda zaif kod aynan mashet. Aynan mana shu if degan joyi. Xo'p, biz nima qilamiz? Python 3 apply ishga tushiramiz va o'sha yerda ishga tushadi. Va biz iloji boricha cookie'ni tozalaylik. Login qilamiz, cookie beriladi bizga. Xo'p, biz nima qilamiz? Yana qayta proxyga qaytib aa@gmail.com change email qilgan bo'lsak, o'zgardi. Intercept yoqaman, proxy yoqilgan. new@gmail.com change bosam bo'lsa, bizada mana bu bor. Men qayta repeaterga jo'nataman. O'chiramiz. Send bosaman. Nima deyapti bu redirecting deb? Nega bu? Nega bu redirecting deyapti bu jinni? Xullas tushunasiz. Mana shu yerda o'zidan ishlaymiz. Proxydan prямо. Avtomatik o'zgartirib biz gmail.com degan bo'lsak. Xo'p, csrf tokenimiz bor. Misol uchun men 1 2 3 4 5 degan bo'lsam, men buni forward qilaman. Va bizda invalid csrf token chiqaryapti, ya'ni xato. Bunaqa csrf token yo'q. Endi men yana qayta change bosaman. 1 2 3 4 5 o'xshamadi. Metod o'zgart, lekin o'zgartirganda foyda yo'q, sababi biz o'qib ko'rdik, faqatgina post metod bor. Agar send bosadigan bo'lsa, method not allowed degan chiqaradi mana. Bunaqa metod yo'q xullas. Endi biz yana bitta imkon bor. Men change bosaman. Biz bu yerda mana bu narsani o'chirib tashlaymiz umumanga. Okay. Men forward bosadigan bo'lsam, bizada o'zgardi. Get forward bosaman, bizada bu o'zgardi mana. Ko'rishimiz mumkin. Biz ochaman. hacker@gmail.com Men buni change qilaman. Prosta csrf tokenni olib tashlayman. Bizada asosiysi mana session token bor. Muhimi shu orqali o'zgaradi. Forward bosadigan bo'lsam, все, hacker@gmail.com. Shu bilan darsimizni yuklasak bo'ladi. Qaranglar, o'sha hujumchini, hakkerni veb-saytini yasash uchun nima qilasizlar? Prosta change qilganingizda mana bu yerda request method bor-ku, sizga ko'rsatmay ketgan ekanman. Sayt yaratish uchun prosta requestni olasizlar. Mana shu saytga tashlaysizlar. Bo'ldi, generate bosasizlar, tamom. Iloji boricha csrfni olib tashlanglar. csrf chunki bizga kerak emas. Xullas tushundinglar. Barchaga rahmat. Assalomu alaykum.